Yo, barchalarga salom do'stlar, sizlar bilan men Zinok va bugungi videoda biz TNT bo'latamiz degan videomizning ikkinchi qismini olamiz. Va bugungi videoda juda ham ko'p TNT portlatishga harakat qilamiz. Bu videoda ham ikki bosqich bo'ladi va sizlar undan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Qani boshladik. Xo'p, biz birinchi bo'lib TNTlarni qo'yib chiqishimiz kerak. Ya'ni kattaligini hisobga olib juda ham katta qilishga harakat qilamiz. Hop. Sizlar undan oldin videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Hop. Menimcha shunchalik yetadi, juda ham katta bo'lib ketdi. Hozircha men o'zimga moslab oldim. Hop. Birinchi bo'lib boshlanishiga bir 50 tacha TNT portlatamiz demoqchi edim, lekin birdaniga ko'proq TNT portlatishga harakat qilyapman. Sizlar like bosib kanalga obuna bo'lishingiz uchun. Hop, uzun bo'lsam ishimizda davom etamiz. Hop, juda ham ko'proq TNT portlatishimiz kerak, chunki sizlar ko'p TNT portlatishni xohlaysizlar. Birinchi bo'lib unchalik ham ko'p portlatmaymiz. Shuni to'ldirib portlataveramiz. Keyin esa birorta masalan nechta obunachi bo'lsak shuncha TNT ham portlatamiz. Masalan 50 ta bo'lsak 50 ni TNT bilan qilib shunday qilib portlatamiz. Sizlar undan oldin videoga like bosinglar va kanalga obuna bo'linglar. Bu mening yangi kanalim va sizlardan juda ham katta podдержка qilishlaringizni so'rab qolaman. Chunki eski kanalim, ya'ni 2000 talik kanalim, endi bu menimcha qaytara olmayman, chunki uning parolini esdan chiqarib qo'yganman. Sizlar chunki juda ham u kanalda video chiqishini xohlayapsizlar, lekin ko'pchilik yangi kanal ochganini bilmaydi, chunki u kanalda endi reklama qila olmayman. Bu kanalimni ochdim deb shuning uchun men sizlardan kattagina uzr so'rayman. Va bo'lmasam biz TNTni portlatamizmi? Qani bo'lmasam boshladik. Go! Yo! Bedrockgacha ham deyman, uzoqqa ham boribdi. Bedrocklar ochilib ketdi. Endi biz ikkinchi shartga o'tamiz. Ikkinchi shartimizda hozir biz 10 ta obunachiga erishdik va biz hozir 10 ta obunachini nishonlaymiz. Hop, yana ozgina va tayyor. Menimcha shunchalik yetadi uzunligi. Va mana o'zlaring guvoh bo'ldilaring, buni qo'yib ham bo'ldik. Endigina biz uni portlatamiz. Va mana juda ham yaxshi bo'ladi. Endi boshqacha usulini ham qilib ko'ramiz va qanday usulda ishlaring mumkin. Bu usul mana shunda bo'ladi, hozir ko'rsataman. Undan oldin biz ozgina joyini kattalashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana kattalashtirib ham bo'lyapmiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi ozgina kattaroq qilishimiz kerak, ya'ni shuncha. Mana bu vohman. Hop, ko'proq TNT portlatamiz.
sizlardan yana iltimos qilib qolaman, sizlar yana videoga like bosinglar. Chunki men juda ham xohlayman tezroq bu kanalni ham minta qilsam. Bu kanal asosiy kanalga aylanadi va men sizlardan juda ham xursand bo'lar edim. Sizlardan shuni iltimos qilib qolaman va biz mana buni bitirib ham bo'ldik hisobda. Endi biz bu qo'limizga obsidian olib olamiz. Hop, obsidian qaysi tomondaligini hozir sizlarga aytaman. Obsidian shu tomonda mana. Va biz hozir masalan 50 qilamiz. Hop, mana 5 va 0 qilamiz. Va biz bu yerni ustini yopib qo'yamiz. Va sizlar shuni ko'rasizlarki, tayyorgina shundaygina, tayyor bilintirmasdan shunday narsalar bo'lib turadi. Va sizlar shu yerni ustiga masalan hozir 10 qilamiz yana. Hop, mana tayyor desak ham bo'ladi. Endi faqatgina porlatamiz, hozir ko'rasizlar. Mana endi buni porlatamiz. Guvoh bo'lasizlar, hozir juda ham yaxshi chiqadi mana. Mana zo'r obunachilar, mana buni ham porlatib olaylik. Bu ortiqchalik qilyapti. Mana biz 50 obunachiga erishsak, juda ham katta hissa qo'shgan bo'lar edingiz. Va sizlardan 50 obunachi bo'lishimni talab qilib qolaman. Iltimos, u juda ham katta anaqa yordam bo'lardi agarda men 50 obunachi bo'lsam. Obunachilar, sizlar shunaqa videolarni ko'rlaring. Endigina sizlardan navbat sizniki bo'ladi. Endi siz like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan men Zinok bo'ldim. Hammaga xayr.